Hani mana. Ajoyib bu g'aroyib. Bundoq aylantiring yo'q-yo'qlarini. Hidlarini o'tkazib bo'lmaydi nimadan. To'la achchiq. Ya qo'yaman. Mana shu opamizga beryapmiz. Yoqimli ishtaha. Sog' bo'linglar. Zo'r ekan. Shuni yeng aka. Qorin to'p qoladi-yu do'stlarim bilan. Qani buni qo'limga olaylik. Uyushmasini rais bo'ladi. Bering o'zi. Buni Olaymi? Mazasini ayting o'zingiz. buni ta'mini telefon orqali yetkazib bo'lmaydi. Bu boshqacha ekan. Haqiqatda men ochig'i xorijda ko'p bo'laman deb o'zimizdan olib O'zbekistonda ham zamonaviy restoranlarda bo'lamiz. Albatta. Baribir milliy. Bunaqasi yetmaydi. Milliy baribir milliy. Mazasi qarang, mazasi. Nechi baho? 10 balli balda. Albatta 10. Endi dahshat degan so'z bor, uni yaxshi ma'noda ishlatsa arzon ekan. Mazasi dahshat, yaxshi ma'noda. Bo'ldi. Mana pishgan aka. Mana pishgan mana. Mana. Ko'radimi? Qanaqa pishgan. Mana ichini qarang, qanaqa qip-qizil bo'lib pishgan mana. Mana. Bo'ldi, xudo xolisi sizlar klientingiz bo'lamiz. Xudo xolisi. Mana inshaalloh. Tashlashdi. Bu nimali? Bu indukniki, kurkani oyog'i. Tanishtiring. Mana. Indik turkani oyog'i. Tanishtiramiz sizga mana. Mana. Kurkani oyog'i mana. Indiku. Induk ha. Mana. Aha. Bu Kengisini bunisi. bedona. Oh. Bedana. Dashdan kelgan bedana. Bu o'zimizda mana yosh. Bunisi mol go'shti mana, mol. Mol ko'rishni xohlaganda u ham bor. Ha, molga mol. Mol, qo'y. Mana molni mazasi ozgina, aka. Ozgina ko'ring endi. Oling. Ozgina qorin to'p. Mayli, qorin to'ysan oling. Baho berasiz. Oling. Bu mana o'zimizda qo'y go'shti. Mana vaqtiga ota bobolarimiz yoqqa qavurib qo'yadigan go'sht mana. Xumga solib qo'yishadi. Xumga solib qo'yadigan go'sht mana bunisi mana. Ana. Cho'ponlik yegan. Ha, shunaqa. To'g'risini aytaman. Bir 3-4 kun oldin bonfile yedim. Bir yaxshi bir restoranda nomini aytmayman. Bonfile yedim. Yomon emas. Lekin buni oldi damni oldi. Mana bunisi qo'y. Bu qo'y. Qo'y. Mana shu qo'yni mana shu reklama qilayotgan go'shtim mana shu. Vaqtiga ota bobo Bo'tga kelib degustatsiya, hali ta'mini ko'rishni o'zida qorin to'yayotganda. Bizning manzilimiz Medgaradok shifokorlar shaharchasi Arintir Ofarin to'yxonasi. Mana bo'ldi. Yashang zo'r. Bitta rolik qilamiz xudo xolisa. Video nimani olaman? Oziq-ovqatni olaman. Nomi ishtaha blok. Ochig'i men buni Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boysin tandir aka mana. Ya qoyilman. Shu nomer Boysin tandir nomerini go'shtni mana biz qilamiz. Medgaradokka Ofarin to'yxonani yonida. Akidini o'ziga masbo bo'ldim-ku, buni mazasi boshqacha bo'lsa kerak, Mana kesdi xudo xolasa. Mana yumshoqligi, mana Qoyil. ozgina mana yumshoq mazasini bilib ko'ring. Mana sizlar ko'ring, oling. Oling, men u kishiga ham beraman. Oling, ayting. Bu telefon orqali, kamera orqali muxlislarga berib yuborish iloji bo'lsa, uni ham qilardik. Bor, bemalol. Mana mazasini aytinglar. Ha? Haqiqiy bo'ladi. Biz faqat sovug'ini yeb yurar ekanmiz, issig'i boshqacha bo'lar ekanda. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bizi tandir go'shtimiz, Boysin tandiri mana shu aka. Mana. Buni ko'rayotganlar menimcha buni mazasini sezmayapti. Kelib bir totib ko'rsa keyin biladi. Mana muxlislardan so'rang mana bulardan. Mazasi qanday? Mazasi Boysinda yegandan ziyoda kam emas. Zo'r akamiz. Mazasiga gap yo'q. Mahalla shahar bo'yicha chempion, ancha uchastka qo'yib
O'zi Bizlar bir soatdan kutib turibmiz. o'zi go'shtni mazasidan mast bo'lib qolish qiyin-u, men mast bo'lib qoldim. Yaxshi ma'noda. Mana akamiz o'lab turadi. Qaysi tarafdan kelsak? Ha tarafdan beraymi? Bu taraf. Xo'p, xo'p. Archalarnikida kelib turibdi lekin. Ha, archa. Mana. Yetadimi aka? 2 kilo 100 gram. Bo'ladi. Hop, 400 gram. 430 ming so'm aka. Yes. Salom. Maydalab beradi, buni. Buni maydalab beraman. Azizlar, elchiga o'lim yo'q. Men buni reklama qilayotganim yo'q. O'zim totib ko'rgan mazali ovqat sizlarga ham taklif qilaman. Bir mazasini ko'rsanglar, keyin meni duo qilasizlar. Sog' salomat bo'linglar.